Amerika prezidenti Joe Biden 15-iyun Saudiya Arabistonini ziyorat qilishga boshlagan bir vaqtda Amerikaning CNN to'ri Saudiya Arabistonida tutirilayotgan Uyg'ur tutqunlarining masalasini kun tartibga olib keldi. CNN'ning xabarida aytilishicha, Uyg'ur tutqunlarining boshqa davlatlardagi oila a'zolari Prezident Joe Biden'dan Uyg'ur tutqunlarini Xitoyga qaytarishdan saqlab qolishni talab qilgan. Saudi doiralari 2022-yili Turkiyadan Saudiya Arabistonga umra hajiga borgan Turpanliq dinizat Hamdullah Vali, shundaqla Hamdullah Valini uyida qondirgan Saudiya Arabistonda o'ltirishlik Uyg'urlardan Nur Muhammad Ro'zni tutqun qilgan edi. Amerika prezidenti Joe Biden O'rta Sharqda Rossiya va Xitoy to'ldiradigan bo'shliq qoldirmaydiganligini aytdi. Amerika prezidenti Biden 9 Arab davlati rahbarlarining ishtirok qilishi bilan Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida o'tkazilgan jiddiy bexatarlik va taraqqiyot boshliqlar yig'inida so'z qildi. Biden Amerikaning O'rta Sharq rayonida davomli aktiv sherik bo'lib qoladiganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz hargiz yiroqlashmaymiz va rayonda Xitoy, Rossiya yoki Eron to'ldiradigan bo'shliq qoldirmaymiz. Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilgan 20 davlat guruhi moliya ministrlari va Markaziy banki boshliqlari yig'ini Ukraina Rossiya urushining soyasida o'tkazildi. Indoneziya moliya ministri Seri Mulyani Indrawati siyosiy jiddiylik sababidan barliq qatnashuvchilar yig'ini nihoyat qiyin va qatmal ahvolda qoldi deb qaradi dedi. Saudiya Arabiston bilan Amerika o'rtasida 18 kelishim va tushunish eslatmasi imzolandi. Saudiya Arabiston xabar agentligi ISPA'ning xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Joe Bidenning Saudiya Arabiston ziyorati doirasida ikki davlatning energiya, mablag' selish, xabarlashish va sahiya ministerligi va bu sohada faoliyat qilayotgan shirkatlar orasida nurg'un kelishim imzolangan. Xabarda Saudiya Arabistonning 2030-yillik tasavvuri doirasida va istiqbolliq sohalarga mablag' selishni maqsad qilib 18 kelishim va tushunish eslatmasining imzolanganligi bayon qilingan. Ozarbayjon tashqi ishlar ministri Jayxun Bayramov va Armeniya tashqi ishlar ministri Ararat Mirzoyan Gruziyaning poytaxti Tbilisi shahrida ko'rishdi. Bu ko'rishish Bayramov bilan Mirzoyan hech qanday vositasiz tunji qitim ko'rishgan bo'ldi. Gollandiya armiyasining avgustdan boshlab Ukraina askarlarini Angliyada mashqlantirishga boshlaydiganligi e'lon qilindi. Gollandiya davlat mudofaa ministrligining bayonotida 10 ming Ukraina askarining 4 hafta mashqlantirilganligi uqtirildi.